Assalomu alaykum hammaga. Mana bu holatda olib kelishimiz kerak ma'lumni. Mana sepish jarayonlari boshlandi. Yaqindan qilib sepgan sababki qalinroq bo'lib chiqish kerak bu. Ana shu sababdan mana shunaqa sepishimiz kerak. Yaqinroqdanki qalin chiqishi kerak. Mana sepib chiqildi. Endi mana bu yonini sepish kerakki, chunki yoni uning o'qvasi kelmadi yonni. Mana shu yonini sepib chiqish kerak edi polni. Mana shunaqa qilib sepib chiqamiz. Polni hammasini sepib chiqish kerak.